2 etajli kvartirani sotuvga qo'ysam, Qavsichdagi ekspertlar bu yil yaqinda buzilib ketadi deb ko'p yozyapti. Bilmaganlar uchun informatsiya, qizil liniyaga tushgan yoki snosga tushgan domlarni 6 soatda qilib bo'lmaydi. Ikkinchidan, prezidentimizning yangi qarori chiqdi. Agar siz bu uy sotib olib turib, ertaga snos yoki siz aytgandek buzilib ketadigan bo'lsa, bozor narxidan 20% qimmatroq to'lab beradi. Undan tashqari ko'chib-o'tchilikka отдельно pul berishadi. Uy joy bilan shug'ullanadigan odamlar biladiki, uy joy narxi 20% ga yiliga ko'tarilmaydi. O'shaning uchun naborot oson pul ishlab olish yo'li deb bilaman. Bugungi sotuvga chiqqan uyimizning narxi 43500 dollar. Uspet qilib qo'yinglar. Okalar, mendan zeleniy zonasi ko'p, tinch mahalladan, yaxshi joydan uy so'raganmi deylar. Tim bo'li byudjetli narxda. Bu yoqdan akademiyaga chiqib ketamiz, prezidentskiy trassasi. Bu yoqdan Qorasuvoqga chiqib ketsak bo'ladi. Shunda kirib borsak, 57-chi Voyenniy garadok. Har doimgidek eng foydali sizlar uchun byudjetli narxda 2 xona, 3 xona qilingan, tim bo'li Mirzo Ulug'bek rayonida qidirib topib qo'ydik. Uyimizga kirib kelganda mana shunaqa yaxshi eshiklar qo'yib qo'yishibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Kirganda mana shunaqa koridor. Xo'p. Tualet, vanna разделный. Bu yerda bitta xonamizda детский. Bu yer zalimiz. 2 balkon, oshxonani chiqarib qo'yishgan. Uyimizni ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Bu yerda yana bitta xonamiz, spalniyimiz.